Odamlarning izidan bilib bilmay gapirish, g'iybat qilish bu bilmagan narsasiga ergashish hisoblanadi. Bizda dinimiz ta'limotlariga ko'ra insonni bilmagan narsasiga ergashib ketishdan qaytarilgan. Uni bilib, aniqlab, aniq ishonib keyin ergashish kerak. Alloh taolo Isro surasining 36-oyatida marhamat qilyaptiki, Bismillahirrohmanirrohim. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ey inson, Alloh aytayapti, ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, qalbning har biri to'g'risida har bir inson qiyomat kuni javob beradi. Birov bir narsa desa, g'iybat qilsa, bo'xton qilsa, uni aniq bilmasangiz orqasidan ergashib ketib qolmang. Shu gapga ergashmang degani shunaqa ekan deb boyagi odam to'g'risida noto'g'ri xulosaga kelib qolmang. Bu yerda aytilyapti-ku, juda e'tibor qilishimiz lozim bo'lgan narsa bor. Quloq, ko'z, qalbdan qiyomat kuni javob beramiz. O'sha davraga o'tirdik, g'iybat bo'lyapti. Yo to'xtatinglar bu g'iybatni, bunaqa narsa gapirmaylik, bu yerda deb to'xtatish kerak. To'xtatish qo'ldan kelmasa, kuchi yetmasa, u davradan turib ketish kerak. Chunki quloq eshitganligimiz uchun erta qiyomat kuni hisob beramiz. Kimdirni g'iybat qilyapti, eshitib, jim eshitib o'tiribmizmi? O'sha gunoh ishni, gunoh gapni eshitib o'tirganligimiz uchun qiyomat kuni buni hisobini beramiz. Ko'z ham xuddi shunday ko'rib turibdi. Qalb shunaqa yomon odamki, bu birov gapirdi, qalbimizda o'sha odamga nisbatan g'illik, g'ashlik, qalbimizda o'sha odamga nisbatan bir yomonlik paydo bo'lsa, erta qiyomat kuni buni ham hisobini beramiz.